Do'stlar qaranglar, baxt oddiylikda degan yana bitta videoyim. To'g'ri, baxt oddiylikda deb aytyapman ko'p videoda, lekin bitta narsani bilinglar, baxt yonlaringda oilalaringni yonida turishlaring ham bitta katta baxt bo'ladi. Chunki ko'pchilik o'ylashi mumkin, sen hamma yoqqa erishding, o'shancha o'sha gapni gapiryapsan, bu ishlaring mumkin. Lekin meni yonimda bilasizlarmi, nima yo'q. Shunaqa ovqatlar, shunaqa hamma yo'q bo'lgani bilan, lekin oilam yonimda bas. Chunki oilamni olib kelganim yo'q O'zbekistonga. Ota-onam yoniga ham даже ishlar shunaqa ko'payib ketganidan borib kelganim yo'q. O'shaning uchun bitta narsani bilinglar, yonlaringda oilalaring bormi? Sizlar baxtlisizlar. Yeyotgan narsalaring muhim emas. Nima yeyapsizlar, qanaqa nima bo'lyapti. Lekin hozir mana shu oshdan zakaz qilganman. Shu oshda bilsalaring dastavkalar ham bor. Dastavkani Yandexdan chiqarib berishadi. O'sha mana men yoqtirib qolgan tabakani yana zakaz qildim. Mazasi haqiqatan zo'r. Narxi 28 ming so'm. Bismillah. Men baxtimni zerikishimni shunaqa ovqatlar bilan olaman. Sana yeyishdan boshqa ishing yo'qmi deyishim mumkin. Bu meni ishim, bu mana shu ishim. Xudo xolasa o'zim mana shu kimchi biznesini qilaman shekilli. Kommentariy yozib qoldirib qo'yinglar, sizlar uchun baxt qanaqa? Men uchun oila yonida bo'lish baxtliroq deb o'ylayman, chunki o'g'limni, oilam buni sog'inyapman. Kommentariy yozib qoldirib qo'yinglar, like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Oddiy ovqatlansa ham baxtli odam o'zini his qilsa bo'ladi. Rahmat.